qiynalib ketdik. Iltimos yordam qilingizlar, qo'limdan hech nima kelmayapti. Ozroq bo'lsa ham yordam qilingizlar. Qo'llaringizdan kelsa yordam berasiz. Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Mana bugun otamiz og'ir xastalik bilan jigar sirroz bo'lib qoldi. Sizlardan yordam so'rab chiqyapmiz. Hindistonga olib borish uchun katta mablag' kerak ekan. Qo'limdan kelganini qildim. 7 oydan beri otam og'ir xastalik bilan yotibdilar. Mana jajji farzandlarimiz, 4 nafar farzandi bor otamni. Otam hali yosh, 16 yoshga kiryapti. Sizlardan yordam so'rayman. Iltimos yordam qilingizlar, qo'limdan hech nima kelmayapti. Jajji farzandlarni mana bu farzandlarga hali to'ylar qilib qizlarni chiqarish kerak. Qo'llaringizdan kelgancha yordam qilingizlar. Shun bo'lmasa duo qilib qo'yingizlar, Allohdan shifo bersin deb. Qadrli vatandoshlar, dadam jigar sirrozi og'ir xastalik bilan kurashmoqda. Iltimos yordam beringizlar. Mana singillarim ayam bilan nasibni ko'rgani keldik. Dadam naryoqxonada, akalar o'sha yerda o'tiribdi. Qo'limizda hech narsa kelmayapti, hammasini sotdik. Iltimos yordam beringizlar. Bugün yordam beringlar, qiynalib ketdik. Assalomu alaykum vatandoshlar. Xo'jayinim jigar sirrozi bilan narxonada jotibdi. Sizlardan yordam so'rashingizni, yordam berishingizni so'rayman. Hamqishloqlar. Assalomu alaykum vatandoshlar. Men Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumanida yashayman. 6 oydan beri jigar sirrozi bilan kasallanib qoldim. Bunga katta miqdorda pul kerak ekan. Iltimos vatandoshlarim, 4 voyaga yetmagan farzandim bor. Birontasini uyli joyli qilganim yo'q. Qo'llaringizdan kelgancha hamisha sizlar uchun duoda bo'laman. Ozroq bo'lsa ham yordam qilingizlar. Katta mablag'da yig'ib olishga imkoniyatim yetmayapti. Avvalambor rahmat vatandoshlarimizga. Oldindan rahmat. Azizlar, O'ktam akamizni ayollari ham shu yerda mana ko'rib turibsizlar. Bugun sizlardan oilaviy qizlari, o'g'illari, aka-ukalari hammasi bir tanajon bo'lib yordam so'rashyapti. Yangamiz ozroq o'sha hayajondanmi, qo'rqibmi gapirolmayaptilar, o'sha yordam so'rab. Nima demoqchiman azizlar, bugun aka-ukalar, opa-singillar, farzandlar hammasi shu yerda jamda O'ktam akamiz. Mana holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Bu inson yordamga muhtoj azizlar. O'rgandik, ko'rdik, aka-ukalar borini berishga tayyor, imkon darajasida harakat qilishyapti, lekin oila qancha harakat qilmasin, baribir sizlarning yordamlaringizga muhtojda. Imkoni borlar, sharoiti borlar. Keyingi bugun shu oilaga ozroqgina yordam qilaylik. Bilaman qo'llaringizdan keladi. Duo qilinglar. Yomon odatlarimiz uchun qiladigan xarajatlarimizni bugun savobimiz uchun qilaylik, yaxshi kunimiz uchun qilaylik. Mana shu oilaning 4 ta farzandi bor, voyaga yetmagan jajjigina o'g'ilchasi bola, hech narsa bilmaydi, jajjigina qizaloq bola, hech narsani tushunmay o'tiribdi. Otasi haqida mana videolarini qo'yaman, ko'rishlaringiz mumkin. Hali ular tushunib ham yetmayapti-da. Bu qanaqa kasal, bu nima holat bo'lishi mumkinligi. Ularning shu quvonchini sindirib qo'ymaylik. Bugun shu oilaga o'zginagina yordam qilib, mana shu farzandlar uchun, mana shu oilaning quvonchi uchun sherik bo'laylik. Allohim fayzli qilsin hammangizni, xonadoningizni. Mana shu oilaga yordam qilayotganlar, duoda bo'layotganlar.